Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Mana bugun biz ikkinchi taqdimotimiz, ya'ni bolalarda nafas olish yo'llari shikastlanishning semiotikasi mavzusini o'tamiz va bu yerda asosan bolalarda nafas yo'llari kasalliklarida qanday simptomatika namoyon bo'ladi, qanday qilib klinik belgilar orqali ularda kasalliklarga tashxis qo'yishni va ularni qanday qilib tekshirish kerakligini bu taqdimot sizlarga tanishtirib chiqadi. Nafas olish tizimini tekshirish nimalardan iborat bo'ladi? Birinchi o'rinda anamnez to'plash. Ya'ni anamnez to'plash qanchalik muhim? Anamnez to'plaganda siz deyarli 70% shu kasallikka tashxis qo'yib olasiz. Onalardan so'rab surishtirish, bolani hayotiy anamnezini, kasallik anamnezini surishtirish, ularni shikoyatlarini, asosiy va qo'shimcha shikoyatlarni eshitish bu sizda anamnezni mahoratli to'plaganligingizdan dalolat beradi. Ko'rib tekshirish, bolani tashqaridan ko'rishimiz, ya'ni o'sha subyektiv bolani ko'rib, unga baho berishimiz, uni og'irlik darajalariga e'tibor berishimiz ham judayam muhim hisoblanadi. Palpatsiya jarayoni, palpatsiya bu o'sha ko'krak qafasini palpatsiya qilib nimalarni o'rganishimiz mumkin. Ularga e'tibor beramiz. Ya'ni keyingisi perkussiya, tukunlatib ko'rish judayam muhim. Chunki perkussiyada to'mtoq tovush yoki o'sha turli xil bo'g'iqlashgan tovushlar bizda bu yerda kasallik borligini bildiradi. Auskultatsiya. Nafas olish tizimini tekshirishda auskultatsiyasiz tasavvur qilish qiyin, chunki biz stetoskop orqali bolani o'pkasidagi xirillashlarni, u yerdagi shovqinlarni eshitishimiz aniq va muqarrar bo'ladi. Keyingisi laboratoriya instrumental tadqiqotlar. Bunga rentgen, qon analiz, balg'am analiz kiradi, biokimik analizlar kiradi, piklometriya dedik, mana o'tgan safargi taqdimotimizda spirometriya dedik, pulsoksimetr bor bu yoqda. Hammasi instrumental tadqiqotlarga misol bo'la oladi. Yuqori nafas yo'llarini qanday qilib tekshiramiz? Bu eng oxiri bajariladi, ya'ni bolani tekshirganimizdan keyin oxiri bajariladi. Nima uchun? Bolani og'zini ochib ko'rganingizda bola o'zida stress hosil qiladi. Ya'ni ayniqsa kichkina bolalar, shuning uchun tanglayni, bodomcha bezlarini ko'rishda biz shpatel yordamida tekshiramiz va bola bundan qo'rqadi. Shuning uchun bu holatni biz uzoq muddat oxirroqda, ya'ni tekshirishlarni hammasini qilib bo'lganimizdan keyin oxirida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchisida bu quloqni ko'rish ekan. Quloqni ko'rish uchun ona qanday qilib bolani ushlab turishi va bunisida bolani qanday qilib og'zini ko'rayotganda ona ushlab turadi. Bola yig'laydi tabiiy. Ona uni peshonasidan ushlab o'ziga yopishtiradi va ikkala qo'li bilan yelka qismini ushlab turadi. Shunda u vrachni ko'rishiga xalaqit bermaydi. Demak, mana bu yerda shpatel orqali ko'rayotganda tilni mahkam bosamiz. Bunda til ildizidan ehtiyot bo'lish kerak, chunki o'qichish holati ko'riladi. Halqumni ko'zdan kechirganda nimalarga e'tibor beramiz? Asosan bodomcha bezlarga aniqlaymiz. Bodomcha bezlarda qanday muammolar bo'lishi mumkin? Bu yerda kataral angina bo'lishi mumkin, giperemiya, ya'ni qizargan bo'ladi va bodomcha bezlarni bo'rtishi bilan namoyon bo'ladi. Ko'pincha grippdan keyin hosil bo'ladi. Follikulyar angina bodomcha bezlarni kattalashishi fonida ularda nuqtasimon oq yoki sarg'ish qoplamlar ko'rinadi. Bu yerda o'sha oq mayda nuqtasimon qoplamlar, bular o'sha eksudat hosil bo'lganligini bildiradi. Lakunar anginada lakunalarda oq rangli yallig'lanish eksudati ko'rinadi. Bodomcha bezlar giperemiyasi ham yorqin bo'ladi. Mana bu yerda 3 xil turdagi bodomcha bezlarni ko'rib turibsiz. Mana bu yerda normadagi bodomcha bez, norma bodomcha bez, bu yerda bakterial bodomcha bez. Mana bu yerda bodomcha bez bakterial bo'lgani uchun oq mayda bu yerda yiringda bu eksudat hisoblanadi. Bu yerda virusdan tufayli bo'lgan, ya'ni bu shishgan va qizargan. Mana bu yerda halqumda orqa devori ham qizarganligini bildiryapti va mana bu nimani tilchaga e'tibor beringlar. Bu tilchani bu bilan buni solishtiringlar. Mana bunda ishgan tilcha, bunda ishmagan.
Bu yerda bodomcha bezlari qizargan, bu yerda yiring hosil bo'lyapti. Tilidagi karashni ham nima qilasiz, ko'rasiz. Bu yerda tilini karashi virusli bodomcha bezda yo'q, lekin bakterial bodomcha bezda tilida oq karash bilan qoplangan. Ko'krak qafasini tekshiruvi. Ko'krak qafasini tekshirganda uning shakliga va nafas olishda qatnashiga e'tibor berish kerak. Ko'krak qafasining shakli ayrim o'pka kasalliklarida o'zgarishi mumkin. Og'ir obstruktiv kasalliklar, bronxial astma, mukovissidozda ko'krak qafasining orqa va oldi o'lchami kattalashadi. Bochkasimon ko'krak qafasi shakli hisoblanadi. Eksudativ plevritda zararlangan tomonda ko'krak qafasining bo'rtib chiqishi kuzatiladi. Surunkali pnevmoniyada esa ko'krak qafasining ichkariga tortilishi va cho'kishi aniqlanadi. Bu yerda raxitik ko'krak qafaslarni ko'rishimiz mumkin ko'krak qafasi ko'rayotgan paytimizda, yoki yurak poroklarida yurak bukirligi bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Palpatsiya qilganda ikkala kaftimizni simmetrik uchastkalarga qo'yib aniqlaymiz va bu yerda oldi tomondan orqa tomonga siqib ko'krak qafasini qarshiligini aniqlaymiz. Bola qancha yosh bo'lsa, ko'krak qafasi shunchalik egiluvchan bo'ladi. Ko'krak qafasini qarshiligining ortishi ko'krak qafasini qattiqligi deb aytiladi. Majburiy holat. Majburiy holatda, ya'ni palpatsiyani yana yaxshiroq aytadigan bo'lsam, palpatsiyada tekshirganimizda qo'lingizni parallel holatda har bitta og'riqli nuqtalarni ko'rib chiqish kerak. Ya'ni har bitta qovurg'alarga barmoqlar bilan palpatsiya qilib, o'sha og'riqli nuqtalar, ya'ni bezlar, limfa tomirlar va turli xil shishlar, toshmalarni ham ko'rish nazarda tutiladi. Majburiy holat. Bu yerda bronxial astmani xuruji uchun odatiy hol hisoblanadi. Ortopnoya deyiladi. Bola o'tiradi, qo'llarini karavot chetiga suyab, yelkalarini ko'taradi va bunda bronxial astmada guruhda bu yerda bolani og'zi ochilgan holatda bo'ladi. Bola xuddi havoni yutayotgandek, ya'ni kap otayotgandek holatda o'tiradi va o'zini yengillashtirish uchun o'tirib oladi. Yotsa nafasi yana ham qisadi. Shuning uchun o'tirib oladi. Bu yerda nafas yo'llari bu bilan unga osonlashtiradi, nafas o'tishini osonlashtiradi. Kuchli yo'tal ko'rinishi. Mana bu yerda bolalarda shunaqangi kuchli yo'tal bo'ladi. Ba'zi holatlarda skleraga qon quyiladi. Ya'ni qon, burundan qon ketishi, ko'krak ko'ziga qon quyilishi kuchli yo'talda o'sha dimlanish hosil bo'ladi. Ya'ni to'k yo'tal, o'pka kasalliklarida oqargan shish, ko'zlarni, qovoqlarni ishib ketishi, limfostaz tufayli lablar tsianozi, teri tomirlarining shishi va qon quyilish skleraga kuzatiladi. Burun qanotlarining tarangligi bu eng asosiy simptomlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nafas olganda bolalarning burun kataklari nima qiladi? Qimillab turadi. Bu juda ham kuchli nafas ishlayotganini bildiradi. Ya'ni nafas olayotganda o'pka yaxshi ishlamayapti, alveollar yaxshi ishlamayapti va bola intensiv nafas olayotganligi uchun burun kataklari kengayapti. Bu zotiljamni belgilaridan biri hisoblanadi. Burundan shilliq oqishi. Bu yerda shilliqni turiga qarab bolaga nima qilamiz? Baho beramiz. Agar shaffof, oppoq rangdagi shilimshiq bo'lsa, bu yerda gripp, rinitda bo'ladi. Qon aralashmasi bilan yiringli bo'lsa, seroz ajralma bo'lsa, ko'proq difteriyani gumon qilish. Burun teshigida qonli bittasidan oqayotgan bo'lsa, begona jism kirishi mumkin. Agar zangori, quyuq shilimshiq oqsa, bu yerda bakterial rinitdan misol kelishi mumkin. Adenoid bolalarda agar tashqaridan qaraydigan bo'lsak, og'zini ochib turgan, gapirishda bing'illab gapiradigan, yuzi oqargan, shishgan, og'zi yarim ochiq, yuqori lab ko'tarilgan va burni yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, bunday bolalarda adenoid bezlarining gipertrofiyasi kuzatiladi. Bu bolada o'sha kechasi xurrak otadi va bola o'qishdan qiynaladi, xotirasiga ta'sir qiladi va bu adenoid bezlari gipertrofiyasini ma'lum qismini olib tashlagandan keyingina bola nima qiladi? O'ziga keladi. Demak, bu
asosan shu kattaroq bolalarda ko'proq bo'ladi. Ayniqsa 3 yoshdan keyin adenoid bezlarining gipertrofiyasi kuzatiladi. Bu yerda ko'pikli tupuklar chiqarish, ayniqsa chaqaloqlarda bola yo'talishi, hali yo'tal refleksi yaxshi rivojlanmagan bo'lganligi uchun bolani og'zini chekkalariga ko'pik to'planib qoladi. Ayniqsa uxlab turgandan keyin va ko'pikning atroflari, lablarning uchburchaklari sianoz bo'ladi. Bu ham pnevmoniyani belgisi hisoblanadi. Bu nafas yo'llarida yallig'lanish eksudatining og'iz bo'shlig'iga chiqishi natijasida tupuk chiqib qolishi hisoblanadi. Teri rangi. Teri rangi ham juda ham aniq muammolarni bizga yoritib beradi. Ayniqsa kislorod kuchlanishi qanchalik past bo'lsa, sianoz shunchalik aniq va keng tarqalgan bo'ladi. Asosan yig'lash payti kuchayadi. O'tkir nafas olish kasalliklarida, pnevmoniyada umumiy sianozga olib keladi. Ya'ni butun bolani badani, barmoqlari, qo'llari ko'karib ketadi. Barmoqlarda ko'p ko'karishi, akrotsianoz, baraban tayoqchalari surunkali o'pka kasalliklarida kuzatiladi. Surunkali o'pka kasalliklari yurak kasalliklar bilan birga kechadigan bo'lsa, bu yerda bolaning barmoqlari soat oynasi va baraban tayoqchasi shakliga kirib qoladi. Ovoz. Bola ovozidagi o'zgarish shiqildoq shilliq qavatining kasalligi va ovoz paychalarining shikastlanishini ko'rsatadi. Unda ovoz umuman chiqmaydi yoki xirillab chiqadi. Bu ovoz poylamlarining shamollashi yoki yallig'lanishidan darak beradi va bu juda xavfli hisoblanadi. Bola nafas ololmay qoladi va bu zudlik bilan yordam berish belgilaridan hisoblanadi. Yuqorida kuchli yo'tal haqida gapirdik. Yo'tal o'zi nima? Yo'tal bu o'pka va nafas yo'llaridan havoni keskin chiqarib yuborish bo'lib, undan oldin havo yopiq va ovoz yorug'ida ushlab turishga aytiladi. Bunda yo'tal turlari qanaqa bo'ladi? Qattiq vovullovchi yo'tal, og'riqli quruq yo'tal, nam yo'tal, qisqa yo'tal, bitonal yo'tal, spazmotik yo'tal va paroksizmal yo'talga bo'linadi. Faringeal yo'tal. Faringeal yo'tal, ya'ni qildoq kirish qismida shilliq to'planish yoki halqum shilliq qavatining qurishi qisqa, odatda takrorlanuvchi yo'tal turkumlarini keltirib chiqadi. Masalan, bola nima qiladi? Har zamonda odatiy qilib faringeal dimog'dan yo'talgandek bo'ladi. Bu asosan surunkali va o'tkir faringitlar, bronxitning yengil shakli va sinusit vaqtida yoki burundagi turli xil quruqshashlar tufayli halqumda qurib qolish natijasida odat sifatida shakllanib qoladi. Oddiy nam yo'tal. Bu yerda o'rtacha balandlikdagi yo'tal bo'lib, bronxit, sinusit va bronxektazlarda bronx shilliq qavatining qo'zg'alishidan paydo bo'ladi. Ko'pincha ko'k yo'talga o'xshash turg'un yo'tal ham bo'ladi, lekin bu farqi ertalabda og'iz to'la balg'am chiqadi. Ya'ni bir yo'talganda shu yarim stakan balg'am tupuradi. Bu bronxektaz kasalligining belgilaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yurak yetishmovchiligi yoki yangi tug'ilganda qizilonga traxeya fistulasi bo'lganda ham uchraydi. Bunda ovqatni birinchi yutishidayoq yo'tal paydo bo'ladi va har bir emishda yo'taladi. Bola sianoz bo'ladi va bo'g'ilish rivojlanadi. Bu davriy hisoblanadi, ya'ni ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yo'tal paydo bo'ladi. Oddiy quruq yo'tal bu o'sha bronxitning erta bosqichi hisoblanadi. Deyarli doim bir xil ohangda balg'amsiz yo'taladi va bezovta qiluvchi ham deb ataladi. Chunki u yopishqoq balg'amni chiqara olmasdan yoqimsiz hissiyotlarga sabab bo'ladi. Laringit, laringotraxeit, spontan pnevmotoraks begona jism aspiratsiyasida paydo bo'ladi. Xurujli yoki uzoq vaqt davomida turg'un yoki birdaniga biron narsa yegandan keyin bo'ladi yoki uzoq davom etuvchi bo'ladi. Bunda ildiz atrofida limfa tugullarining sil bilan zararlanishi yoki Hodgkin limfomalarida ham, og'riq plevrasi yallig'langanda ham uchraydi. Sovuq joydan issiqxonaga kirganda sog'lom bolalarda ham yo'tal paydo bo'lishi mumkin. Krupdagi yo'tal, ya'ni o'sha soxta krup, bolani bo'g'ilib o'sha larynx, ovoz paylarining shishi tufayli bo'luvchi yo'talda maxsus ton va turg'un yo'tal hisoblanadi va bu maxsus ton degani bir xil tondagi yo'tal hisoblanadi.
Laringeal yo'tal. Qildoq difteriyasida yo'tal asta-sekin deyarli ovozsiz bo'lib qoladi. Viruslida esa xirqiroq yo'tal, xuruvchi yo'tal, ya'niki vovullovchi yo'tal hisoblanadi. Bitonal yo'tal bu yo'tal turtkisi vaqtida baland hushtaksimon tovush va undan pastroq xirqiroq tovush eshitiladi. Pastki nafas yo'llari torayganda yoki kattalashgan paratraxeal limfa tugullari, qonsimon bez kattalashgandagi siqilganda, orqa ko'ks oralig'idagi boshqa stenozlov jarayonlarda bu laringeal yo'tal kuzatiladi. Xurujli yo'tal to'satdan paydo bo'ladigan yo'tal turiklarining ketma-ket bo'luvchi qismi hisoblanadi, ya'ni ko'k yo'taldagi yo'tal. Bunda 8-10 ta yo'tal turtkilardan iborat yo'tal bo'lib, undan keyin repriz bo'ladi. Qanday bo'ladi? Ya'ni mana bola deb bir xilda yo'talib turib, keyin deb ichiga nima qilyapti? Repriz deb ichiga tortyapti. Bu havo spazmi, havo o'tishi qiyin bo'lgan chuqur hushtaksimon nafas olish hisoblanadi. Unda bronx yo'llari torayganligi uchun hushtaksimon repriz bo'ladi. Tunda yo'tal kunduzgiga qaraganda kuchliroq va tez-tez yo'tal bo'ladi. Ko'k yo'taldagi yo'tal bilan ko'k yo'talga o'xshash yo'tal nimasi bilan farq qiladi? Ko'k yo'tal kabi yopishqoq va davriysiz, ammo reprizsiz bo'ladi. Ko'k yo'talga o'xshab yo'tal bo'ladi, lekin haligi aytdik-ku, chuqur nafas, hushtaksimon nafas bu ko'k yo'talga o'xshagan yo'talda bo'lmaydi. Bu asosan bronxektazlarda, surunkali bronxit va peribronxitlarda bo'ladi. Tahipnoe, tez nafas olish. Tez nafas olishda bu yerda bemorlarda bitta nafas olishda yurak qon tomir kasalliklarida, anemiyada, isitmada bola tez nafas oladi. Misol uchun bola yangi tug'ilgan bola asosan o'sha 60 ta nafas oladigan bo'lsa, 50-60 ta, demak undan ham ko'p nafas olishi tahipnoega olib keladi. Bradipnoe, demak bu yerda bolalar nafas olishning kamayishi juda kam uchraydi yoki nafas olish markazining zararlanganligini ko'rsatadi. Bu koma holatlarida, urimiyada, uyqu tabletkalari ichib olganda, bosh miya suyagi ichidagi bosimda oshganda, nafas olish yetishmovchida terminal bosqichlarda uchraydi. Ya'ni bu yerda patologik nafas turlari, meningit va ensefalitning og'ir shakllarida bo'ladi. Cheyne-Stokes va Biot, bu yerda mana ko'ryapsiz, Cheyne-Stokesda nafas sekin-sekin boshlanyapti. Mana nafas oldi, tepaga chiqdi va o'rtada apnoe bo'ldi, ya'ni yo'q nafas, yana boshlandi. Biotda bo'lsa, ko'ryapsiz, ritm bir xil. Cheyne-Stokesda qisqa nafaslar bilan boshlanib, ya'ni mana deb baland ovozda yo'talib, yana pasayib, o'rtada apnoe. Biotda bo'lsa bir xil ritmdagi nafas, ya'ni bir xil ritmdagi nafas va keyin apnoe, keyin yana nafas. Nafasni qisilishi, ekspirator nafas qisilishi bor, inspirator nafas qisilishi bor va aralash nafas qisilishi bor. Inspirator nafas qisilishi bu qachon bola nafas olayotganda nafas o'tmaydi, ya'ni nafas olish qiyin. Ko'pincha bu bronx yo'llari spazmida yoki burundagi muammolarda bo'lishi mumkin. Ekspirator nafas qisilish bu bronxial astmani eng yorqin misoli bo'lib, ya'ni bola bemalol nafas oladi, lekin nafas chiqarish qiyin. Bu endi asosan pnevmoniyalarda, bronxial astmalarda bo'ladi. Aralash nafas qisilishda esa ikkalasi ham qiyinlashadi, olish ham va chiqarish ham qiyinlashadi va bola nafas qisilishi sindromi bilan og'irlashadi. Ovoz dirillashi. Bu palpatsiyaga yuqorida bir qator aytib o'tdik, palpatsiyada ovoz dirillashi degan simptomimiz ham bor. Ya'ni biz qo'llarimizni parallel o'pka sohasiga qo'yamiz va bolaga R harfi ishtirokidagi so'zlarni ayttiramiz. Ya'ni masalan raketa yoki bo'lmasam ro'mol kabi so'zlarni aytganimizda o'sha R harfini aytayotganda o'pkadan o'sha ovozni o'tishi, ya'ni ovozni dirillab o'tishini biz qo'limizda sezamiz. Bunda kuchli, o'ta kuchli sezishi bu o'pka to'qimasini zichlashganini bildiradi yoki ovoz dirillashni pasayishi o'pkada qandaydir eksudat, suv borligini bildiradi.
Ya'ni mana bu yerda aytib o'tilgan atelektaz o'pka o'smasi atrofida izlashda kuchayish, susayishda semizlik, qalin ko'krak devori, pnevmotoraks, plevrit haqida aytishimiz mumkin. Perkussiya. Perkussiya bolalarda quyidagi liniyalarda aniqlanadi. Buning uchun barmoqlarimizni tekis qovurg'alar yoyiga perpendikulyar yoki parallel qo'yib turib, bu yerda o'sha har bitta qovurg'alar orasidagi chiziqqa barmog'imizni qo'yib, bu yerda o'sha bolg'acha bolg'achali barmog'imiz bilan tukullatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda oldingi holatda o'rta sternal chiziq, ya'ni sternal chiziq hisoblanadi. Bu yerda o'rta o'mrov chiziq hisoblanadi. O'rta o'mrov chiziq. Keyin orqa tarafda kurak osti liniyasi va vertebral chiziq hisoblanadi. Aksilyar sohada o'rta qo'ltiq osti sohasi, oldingi qo'ltiq osti sohasi va orqa qo'ltiq oldi sohasida bolalarni tukullatib ko'ramiz va bu yerda qiyosiy va topografik perkussiyani amalga oshiramiz. Bu yerda qanday ovozlar eshitamiz? Bu yerda havoli bo'shliqlarni hosil bo'lishi, o'pka to'qimasi yiring bo'lishi natijasida bronxektazlarda, pnevmotorakslarda, emfizemalarda timpanik tovush eshitamiz. O'zi bilasiz, o'pkada aniq o'pka tovushi eshitiladi. Quti tovushi, ya'ni qutiga urilgandek baland perkutor tovush o'pka emfizemasi, o'pkani havoligi kuchli bo'lganda quti tovushi eshitamiz. Bu yerda agar katta bo'shliq yuzaki joylashgan bo'lsa, bronx bilan tor teshik orqali tutashgan bo'lsa, tovush sezilmas titrashi o'ziga xos bo'lib yoyilgan qozon tovushiga o'xshaydi. Bu yerda metallga urilgandek tovush ham eshitiladi. Asosan bu ko'proq o'sha emfizema va o'pkaga havo kirganda aniqlanadi. Auskultatsiya. Auskultatsiyada bolalarga tekshirishdan oldin, ya'ni simmetrik joylarga stetoskopni qo'yishdan oldin birinchi stetoskopni o'zingiz qo'lingiz bilan tekshirib olasiz va bolalarni uxlab yotganda, iloji boricha yig'lamayotganda, tinch holatda eshitishni maslahat beramiz. Amforik nafas jarangdor, musiqiy, turli bronxial nafas bo'lib, kavernalar yoki bronxektazlarda eshitiladi. Xirillashlar qo'shimcha shovqinlar bo'lib, quruq va nam bo'ladi. Quruq xirillashlar balg'am to'planganda paydo bo'lib, hushtaksimon yoki g'uvillovchi bo'ladi. Faringit, laringit, bronxit, bronxial astmada uchraydi. Nam xirillashlar yirik pufakchali, o'rta pufakchali, mayda pufakchali turlarga bo'linadi. Yirik pufakchali xirillashlar yirik bronxlarda, bronxektaz kavernalarda paydo bo'ladi. Mayda pufakchali xirillashlar esa mayda bronx shoxlanmalarida yuzaga keladi. O'rta pufakchali xirillashlar o'rta kasalliklar bronxlarda eshitiladi. Krepitatsiya yallig'lanish tufayli o'zgargan, bir-biriga yopishib qolgan alveola devorining nafas olayotganda ularga kirayotgan havo ta'sirida yopishgan joylari ajralib ketish natijasida yuzaga keladi. Ya'ni alveola bir-biriga yopishib, keyin ochilganda chip chip degan ovoz eshitiladi yoki qorda g'irchillashiga o'xshagan ovoz eshitiladi. Plevra ishqalanish shovqini. Plevraning vitseral va parietal bargaklari bir-biriga ishqalanganda paydo bo'ladi va faqat patologik sharoitda eshitiladi. Plevra yuzasiga o'sma tugullari to'planganda, organizm keskin suvsizlanganda ham nima qiladi? Plevra ishqalanish tovushi eshitiladi. Mana bu yerda o'pkani eshitish sohalari, ya'ni bu yerda biz ikki tarafga simmetrik nima qilamiz? Qo'yishimiz kerak bo'ladi. Simmetrik sohalarni bir-biriga solishtirib eshitishimiz kerak bo'ladi. Nafas olish yetishmovchiligi nima? Ya'ni birinchi darajada bu kompensatsiyalangan. Hansirash faqat jismoniy yuklamada, nafas tezligi biroz oshgan, sianoz yoki faqat burun lab uchburchagida umumiy ahvol qoniqarli, arterial qonda kislorod partial bosimi deyarli norma. Ikkinchi daraja subkompensatsiyalangan, hansirash tinch holatda ham bo'ladi. Nafas tez va sayoz, yordamchi nafas mushaklari ishtirok etadi. Sianoz aniq, yurak urishi tezlashgan bo'ladi.
Uchinchi darajada dekompensatsiyalangan bo'ladi va kislorod keskin pasayadi. To'rtinchi darajada bradiy va tahipnoe, uyquchanlik va chalkashlik, bosh egish, tutqanoq va gipotenziya hisoblanadi.